Allaqachon Yangi Toshkent loyihasiga kirib bo'lgan 18 sotuli Bardamko'lda fermamiz. Bo'sh yer hisobida olsanglar bo'ladi. Quruvchilar uchun ham zo'r joy, ferma yurg'izaman degan insonlar uchun ham vahshiy dahshat joy. Ko'rishingiz mumkin, yashash uchun joylari ham mavjud, xonalari bor, hamma shart-sharoitlari bor. Xo'p, katta keng, uzunasiga ham, eniga ham har tomonlama. Endi quruvchilar bo'ladigan bo'lsa, kottej quraman desanglar ham juda ham zo'r joy. Ketma-ketlikda juda ham ko'p uy tushirib, yaxshigina foyda qilishingiz mumkin. Mana bu yerda ko'rsanglar, molxonalari bor, hamma narsalari tayyor. Agar misol chorvachilik bilan shug'ullanaman desanglar, unga ham sharoit bor. Bemalol chorvachilik bilan shug'ullansanglar ham bo'ladi mana. Hamma narsalari plitalari bilan qilib tayyor qilib qo'yilgan. Bu yerda to'yxonasi ham bor, qorovulga kuchugi ham bor, hamma shart-sharoiti bor. Bu xonadonimizda 18 sotu, mana ichkarida xonalari bor. Hamma hujjatlari joy-joyida, ko'rishingiz mumkin. Shu 18 sotu ozgina zahvati ham bor 2 sotu. Shu xonadonimizga 215 ming AQSh dollari so'ralyapti. Aralash obzor nomidan chiqargan bo'lsanglar, albatta chiroyli narxlarda yana kelishtirib beramiz.